Mana xafa bo'lmanglar, men bu gap kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Men ham 15 yil deputat bo'lganman Oliy Majlisda. Bitta narsa. Avvalambor o'zini hurmat qilgan, elektoratini ko'paytiraman degan partiyaga, deputatga bu juda madad bu. Tasavvur qilinglar, mana bir oyda deputatlar saylanadi, lekin har 3 oy, 4 oyda o'zingizni saylagan odamlarga baribir borasizlar. 6 oy o'tadi, 1 yil o'tadi, sizga aytadi, qo'shningiz ham aytadi, balam, bironta qonun qabul qilmading-ku bizning manfaatlarimiz uchun deydi. Endi oddiy jaydarasha tilib aytganda bizni bironta ishi joy talab qilmabsan-ku vazirlardan. Na ko'chamiz bo'pti, na svet bo'pti, na gaz bo'pti, na maktabda bir uskuna olib kelib, na bir tibbiy xonamiz, qishloq vracheblik punkti degan birontasi ishlamayapti-ku degan savol turadimi yo'qmi? Turadi. Shuning uchun men o'ylayman, buni mahkam ushlab olib, mana kechirasizlar, shu bir oy ichida 15 kunda qonunlarni yaxshilab sifatli qilsalaring, qolgan 15 kunda yoki 12 kunda viloyatga borib yurib piyoda faqat 3 ta prokuror militsiya emas, hamma ijro organi rahbarini o'zlaringni saylovchilaring bilan maslahat qilib bir natijasini berib, xulosasini senatimizning kattasi bilan spikerning kattasi borib xulosa qilsa, deputatlarning obro'yi oshadimi? Bu bir. Odamlar rozi bo'ladimi? Bu ikki. Jamiyatimiz o'zgaradimi? Adolat mezoni paydo. Ana shunda butun jamiyatimizda molekularning движение fizikada bor. Shunday xaotik движение qayerdadir o'zini natijasini beradi baribir. Yo bermaydimi? Beradi. Mana xafa bo'lmanglar, men bu gap kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Men ham 15 yil deputat bo'lganman Oliy Majlisda. Bitta narsa. Avvalambor o'zini hurmat qilgan, elektoratini ko'paytiraman degan partiyaga, deputatga bu juda madad bu. Na bir tibbiy xonamiz, qishloq vracheblik punkti degan birontasi ishlamayapti-ku degan savol turadimi yo'qmi? Turadi. Shuning uchun men o'ylayman, buni mahkam ushlab olib, mana kechirasizlar, shu bir oy ichida 15 kunda qonunlarni yaxshilab sifatli qilsalaring, qolgan 15 kunda yoki 12 kunda viloyatga borib yurib piyoda faqat 3 ta prokuror militsiya emas, hamma ijro organi rahbarini o'zlaringni saylovchilaring bilan maslahat qilib bir tasavvur qilinglar, mana bir oyda deputatlar saylanadi, lekin har 3 oy, 4 oyda o'zingizni saylagan odamlarga baribir borasizlar. 6 oy o'tadi, 1 yil o'tadi, sizga aytadi, qo'shningiz ham aytadi, balam, bironta qonun qabul qilmading-ku bizning manfaatlarimiz uchun deydi. Endi oddiy jaydarasha tilib aytganda bizni bironta ishi joy talab qilmabsan-ku vazirlardan. Na ko'chamiz bo'pti, na svet bo'pti, na gaz bo'pti, na maktabda bir uskuna olib kelib